Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari Bobkent tuman kengashining 23 sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochimsiz deganlar ma'qulmi? Degan ochimsiz deganlar ko'pchilik bo'lsa, ma'qullab berishlari so'rayman. Rahmat. Sessiya ochildi deb e'lon qilinadi. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiya ko'rgazmani saylab olishimiz kerak. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan bugungi sessiya ko'rgazmaligiga 4-Niyozxo'ja saylov okrugidan deputat Hayitova Dildora Baxtiyorovna saylansin degan taklif kiritilgan. Ma'qulmi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Deputat Dildora Baxtiyorovna sessiya ko'rgazmali etib saylandi. Marhamat, o'z joyingizdan ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanov komissiyasidan saylab olishimiz zarur. Sanov komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Jurayev Tursun Isroilovich, Xayrulloyev Mansurxon Sadiyevich, Qodirova Ilorom Jabborovna taklif qilinganlar bilan sanov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Ma'qulmi? Kimda boshqa taklif, biror kishida boshqa taklif bo'lmasa, tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Sanov komissiyasi tarkibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugungi xalq deputatlari Bobkent tuman kengashining 23 sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibida muhim 9 ta masala kiritilgan. Kun tartibi barcha deputatlarga yetkazilgan, barchalar bilan tanish bo'lsangiz kerak. Agar o'qib berish sharti bo'lsa kerak, ha? Agar boshqa kun tartibida boshqa kiritiladigan masala bo'lmasa, taklif bo'lmasa, tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruzalar uchun 20 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, ovoz berishlarini tasdiqlashga ovoz berishlarini so'rayman. Ma'qul. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, sessiya kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishni boshlaymiz. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Bobkent tuman kengashi partiya deputatlik guruhi tashabbusi bilan tumanda nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash bo'yicha joriy yilning o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan ishlarning natijadorligini o'rganish yakunlari to'g'risida axborot berish uchun so'z O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Bobkent tuman kengashi partiya deputatlik guruhi rahbari Xayrulloyev Mansurxon Sadiyevichga. Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston inson qadri, inson vaqti uchun degan g'oya hamda ishga asosiy dasturlar aylanmoqda. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan ko'p islohotlarning markazida inson manfaatlari, uning sha'ni, qadr va farovon hayoti turibdi. Prezidentning tashabbusi bilan barpo etilayotgan yangi O'zbekiston konstitutsiyasi bu avvalo inson qadriyatlarini yuksaltirish, adolatli jamiyat barpo etish, har bir fuqaroga munosib yashash sharoiti yaratish demakdir. Ushbu maqsadlarda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining nizomnoma saylovi dasturidagi belgilangan vazifalar yuzasidan tuman kengashi partiya deputatlari guruhi tomonidan jamoatchilik nazorati asosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-maydagi nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbir to'g'risidagi 85-sonli farmonning ijrosi ta'minlash hozirgida dolzarb va o'ta muhim inobatga olib, partiyamiz deputatlik guruhi a'zolari hamda tuman kengashining tegishli doimiy komissiyalari hamkorligida tuman kambag'allik qisqartirish bandligi ko'maklash bo'limi hamda tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan joriy etilgan davrda amalga oshirilgan ishlar natijadorligi holatida tahlil va o'rganish qildi.
natijasida nogironligi shaxslarning mehnat huquqlaridan cheklovchi salbiy omillarni bartaraf etish, ularni kasb hunariga o'rgatish va balandlik hukumat O'zbekiston farmoni qabul qilingan farmon yasal bo'lganiga tikuv, tijorat, poyabzal va charm avtomobil sanoati yo'nalishida ishlab chiqarish faoliyatini yuritayotgan tadbirkorlik sudlari uchun belgilangan soliq imtiyozlari unda ko'rsatilgan shartlar ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan ikkinchi guruh nogironligi shaxslarni ishga qabul qilganda ushbu ishga qabul qilinganda qo'llanishi belgilangan imtiyozlar. Jumladan birinchi, ikkinchi guruh nogironligi shaxslar ishga qabul qilgan hamda ularga mehnatga haq to'lashi eng kam miqdorda kam miqdorda ish haqi to'laydigan nodavlat yuridik shaxslarga ushbu shaxslar uchun ijtimoiy soliq stavkasi 1% hisoblanadi. Yakka tadbirkorlarda esa ijtimoiy soliq hisoblanmaydi. 2025 yil 1-iyul kundan boshlab nogiron bo'lgan shaxslarga qonunchilikda belgilangan soliq imtiyozlari ularning murojaati proaktiv shaklda qo'llaniladi. 2026 yil 1-yanvardan boshlab respublikaning barcha viloyatlarida, jumladan Buxoro viloyatida ham 1-2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tadbirkorlik subyektlarga 50 milliongacha subsidiya ajratiladi. Ana shu qonunda ko'rsatilgan shunaqa imtiyozlarimiz qonun asosida mahallalarda mahalla integrantlikda taraqqiyot olish natijasida tadbirlar belgilanib amalga oshirildi. 2026 yanvar holatida 3606 nafar nogiron bo'lgan shaxslar mavjud bo'lib, ularni mehnatga jalb qilish mumkin bo'lgan 389 nafar nogiron bo'lgan shaxslar bandligi ta'minlangan. Shundan 18 nafar ishga marhamat monomarkazi orqali tikuvchilik, qandolatchilik, pardozlovchi, qozonxonachisi va boshqa kasblarni o'qitib, kasb hunarini egallashga ko'maklashilgan. Shuningdek, bandligi ta'minlangan 389 nafar nogironligi bo'lgan shaxslardan 75 nafari qishloq xo'jaligida, 65 nafari savdo va sanoat sohasida, 51 nafar qurilish sohasida, 14 nafari transport va aloqa sohasida, 13 nafari tibbiyot sohasida, 21 nafari ta'lim sohasida va 150 nafari esa boshqa sohalar bandligi ta'minlash choralari ko'rilgan. Bundan tashqari 2026 yilda 288 nafar nogiron bo'lgan shaxslarning bandligi ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, shundan joriy yilning 1-chorakida 58 nafar, 2-chorakda 113 nafar, 3-chorakda 81 nafar va 4-chorakda 36 nafarning bandligi ta'minlash vazifasi belgilab olingan. Ushbu 288 nafar nogiron shaxslarning hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 14 nafar kvota ish joylariga, 98 nafar yangidan yaratilgan va mavjud bo'lgan ish o'rinlariga, 31 nafar tadbirkorlikka, 21 nafar kasanachilik, 24 nafar hunarmandchilikka, 62 nafar qishloq xo'jalikka, 36 nafar tikuvchilik va boshqa yo'nalishlar bandligi ta'minlash choralari ko'rilgan. Hozirda ushbu farmonga ko'rsatilgan nogiron bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tadbirkorlarga berilgan imtiyozlar yuzasidan tushuntirish tadbirlar olib borish natijasida to'qimachilik va ip kalava hamda trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan O'zbekiston davlat klaster va Ekvatorial Chodak MCJ rahbariyati tomonidan ip kalava ishlab chiqarishda 20 nafar, tikuvchilikda 15 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar ish bilan ta'minlash imkoniyatlari borligi bildirilgan. Shuningdek, 20 nafar nogiron bo'lgan shaxslarning mehnat bozoriga talab yuqori bo'lgan kasb hunariga o'qitish va qayta tayyorlashga yo'naltirish choralari ko'rilgan. Bundan tashqari, tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi tomonidan tumandan nogiron bo'lgan shaxslarning yo'llanma asosida 2025 yil davomida 43 nafari ishga joylashtirilgan. 10 nafari kasb hunariga o'qitilgan bo'lib, jami 82 ta nogironligi bo'lgan shaxslarga imtiyozli turli xil yo'nalishdagi kredit mablag'lari ajratilib, ularning tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun birinchi qadamlarga ko'maklashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti mazkur farmon asosida tumanda amalga oshirilgan tadbirlarning ijobiy natijalari, xususan tumanda korxona va tashkilotlarda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ajratilgan kvota ish o'rinlarini bajarish ustidan nazorat kuchaytirilgan. Ishga marhamat
Rahmat markazi organı nogiron fuqaro uchun qayta tayyorlash malakasini oshirish kurslari tashkil etilgan. Tumanda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini yanada qo'llab-quvvatlash, shuningdek nogironligi bo'lgan shaxslarni bandlikka jalb qilish, kasbga o'qitish va ishga joylashtirish choralarini manzilli tashkil etish, imtiyozli ish o'rinlari, subsidiya, grant va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini shaffof va maqsadli amalga oshirish, yangi bandlik tizimi va sharoitlarni aholiga amaliy ta'sir va natijadorlik ko'rsatkichlarini yanada yo'naltirishga amalga oshirilgan bir qator muayyan ishlar e'tirof etgan holda lozim bo'lgan muhim masalalarga aniq bo'yicha quyidagi takliflar bildiramiz. Ish beruvchilarning qonunchilikda belgilangan majburiyatlar va imtiyozlar to'g'risidagi xabardorligini yanada oshirish, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun jismoniy imkoniyatlarga mos ish o'rinlari va qo'shimcha infratuzilma shart-sharoitlarni yaratish, mavjud o'quv kurslarining qamrovi va zamonaviy kasblar bo'yicha dasturlarni yetarli darajada ta'minlash hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish uchun maxsus pedagog kadrlarni ko'paytirish, onlayn ish platformalari va masofadan mehnat qilish imkoniyatlarini yetarli darajada rivojlantirish, korxona va tashkilotlarda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun pandus, o'targich, maxsus jihozlar kabi imkoniyatlarni joriy qilish choralarini yana qayta ko'rib chiqish, mahalla va nodavlat notijorat tashkilotlar ishtirokini yanada kuchaytirish, ular orqali ishsiz nogironligi bo'lgan shaxslar bilan individual ishlash tizimini yo'lga qo'yish zarur. Ayrim ish beruvchilar tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilishda salbiy munosabat bildirilayotganligi yoki ularni past maoshli ishlarga yo'naltirayotgan holatlarga chek qo'yish lozim. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash bo'yicha davlat va mahalliy dasturlarning samaralarini yanada oshirish orqali ish beruvchilar uchun samarali rahbarlantirish mexanizmlarini joriy etish, shuningdek zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ish o'rnini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi bildirilgan taklifni inobatga olishlarda maqsadli muvaffaqiyat hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollarımızda sizni muhtin tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi boshlig'i Hasanov Shavkat Uchenov shu masala bo'yicha fikrlari. Assalomu alaykum. Akalarga yangi O'zbekiston inson qadri, inson baxti uchun degan ezgu g'oya hamma ishda asosiy dasturga aylanmoqda. Aytib o'tganlaridek 25-yilga 389 nafar nogironligi bor shaxslar bandligi ta'minlangan bo'lib, 26-yilda 288 nafar shaxslarimizni, nogironligi bo'lgan fuqarolarimizni bandligini ta'minlash chorak kesimida ham, oy kesimida ham belgilab qo'yganmiz. O'zimizga qaysi yo'nalishlarga ularni qiziqishiga qarab inson ijtimoiy markazi bilan birgalikda nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash choralarini ko'paytirib qo'ydik. Hozirgi kunga yanvar mart oylarida 83 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarimizni chiptalarligini ta'minladik. Hozirgi kunga qadar. Bu yog'i belgilab olgan ish rejamizni, belgilab olgan dasturimiz asosida barcha yo'nalishlardagi topshiriqlarni bajaramiz. Hozirgi kunda korxona va tashkilotlarda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilganga imtiyozlarni aytib o'tdilar. Bu imtiyozlarga qo'shimcha qilib nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan korxonalarga soliq imtiyozlari borligi hamda o'sha fuqarolarimizni korxonaga ish bilan band qilish maqsadiga 1 million so'mgacha subsidiya asosida jihozlar olib berish mumkinligi korxona va tashkilotlarimizga ham tatbiq qilib chiqilmoqda hamda fuqarolarimizni ishga joylashtirish imkoniyatlari yuqori darajada amalga